Ko'p buxgalterlar faqat stavkalarni va muddatlarni biladi, ammo Zamira Jo'rayeva kurslarida aytdilar: "Yo'q azizlarim, soliq kodeksini oling, uni рабочий tетрадьdek ishlating, har bir operatsiya uchun moddani toping, soliq ссылкani yozing va muhim joylarini marker bilan belgilang." Avval juda qiyin edi. Tajribali buxgaltersan, lekin qayerdan izlashni bilmaysan. Har bir dars bilan yengillashdi va men tushundim, soliq kodeksi bu qo'rqinchli narsa emas, endi u meni dugonam, chunki mijozlar uchun juda ko'p foyda va imtiyoz topish mumkin. Ustozimiz hujjatlarni pechat qilish juda muhimligini aytib o'tdilar. Rostdan ham biz buxgalterlar ko'pincha o'ylaymiz, xat tekshiruvdan oldin chiqaramiz, ammo dokumentlarga imzoni bir kechada yig'ib ko'ringchi. Hatto hozir dokumentlarni jo'natsangiz ham eng yaxshi holda bir haftadan keyin imzo bilan qaytib keladi. Shundan keyin men mijozlarni ofisiga borishni boshladim. Hujjatlarni tekshirib, chop etib, imzolarni qo'ydirib chiqaman.